Qo'ylar oxirlarda holati. Kechki ovqat berilganiga 2 soat bo'lyapti. Mashlar ertalabgacha yaltiratib qo'yishadi, hech nima qolmaydi. Birorta somon ham qolmaydi. Somonni bironta bagi ham qolmaydi. Mana qo'ylarda holati. Ota to'xirlar ham bor, bo'g'ozlar ham bor. Bir ikkita emizikli qo'ylar ham bor, qo'chqorlar ham bor. Mana bularni. Oriq qo'y yo'q bironta. Mana holatlari. Qo'ylarimizni. Mana oxirlarda 2 soatdan keyingi holat. Ularga ko'p ovqat berish ham foydasi yo'q. Faqat axlatga ketadi. Faqat normada berish kerak. Norma qanaqa? 2 soatdan keyin oxirida shunaqa holat bo'lish kerak. Mana hozir qolganlarini ham terib, maydalab mana cho'plardan yeb tashlashadi. Qo'y jichcha to'ymasligi kerak. Ozgina to'ymaslik kerak. Oxirida 2 soatdan keyin shundan ko'p ovqat qolmasligi kerak-da. Buni bular hozir ertalab yeyishadi, soat 4-5 dan ertalabki ovqatlar. Shuning uchun qo'ylarga ovqat oziq berayotganda me'yorini topib olish kerak. Me'yordan oshiqcha ham bo'lmasa kerak, me'yordan kam ham bo'lmasa kerak. Agar 2 soatda oxirlari o'zi top-toza bo'lib qolgan bo'lsa, qo'ylarga yem qo'shish kerak ovqatini. Yemini emas, ozuqasini. Buning tarkibida o'zi yem bor. Agar ko'proq qolayotgan bo'lsa, ozaytirish kerak. Bu endi har xil vaziyatga nima qiladi. Hozir yoz kunlar isib ketdi, shuning uchun qo'ylar ko'p ovqat yemaydi, nisbatan qishga nisbatan. Shuning uchun bularda qishdagi nisbatan hozir yozda ovqatni har kunligini me'yorini naqd turish kerak. Ozgina ortib qolyaptimi? Ozgina o'shancha narsa kamaytirish kerak. Agar yalab qo'yishyaptimi, nashicha qo'shish kerak, ozginadan, faqat ko'paytirib yubormaslik kerak. Qo'yning keragidan oshiqchasi faqat axlatga ketadi. Qo'y bu bilan semirmaydi ham, unaqa ham bo'lmaydi. Bekorchi oshqozonni qiynash. Mana shu yegan ovqatlari bularga ketadi. Mana holatlarni ko'ryapsizlar hammasini. Menimcha izohlash kerak yo'q. Даже ayrimlari semirib ham qolyapti shu ovqatga.